Legendarniy mimoza salati yangi talqinda. Ishimizni kartoshka, sabzi, tuxum oqini terkadan chiqarib olishdan boshlaymiz. Keyingi etap sousiga o'tamiz. Mayonezga yirik garchitsa qo'shib, aralashtirib chetga olib qo'yib turamiz. Salat yig'ishga kelganda kartoshka, sabzi, kartoshka ustiga shprot qo'yib, salatimizni har bitta sloyiga mayonez suramiz. Shprot ustiga tuxum oqini solib, mayonez surib, terkadan chiqarilgan sir bilan bezatib, sovutgichga yuboramiz. Qaranglar, qancha joy bor. Bu Space Max texnologiyasi barcha mahsulotlar va tayyorgarlik uchun yetarlicha joy bor. Bespoke uslubicha interyerga juda mos keladi. Nafis, zamonaviy va estetik. Aytgancha, vamma hattoki muzlatgichga Smart Sync ilovasi orqali boshqarishi mumkin. Agar eshik yopilmagan bo'lsa, darrov eslatadi. Mana buni aqlli oshxona desa bo'ladi. Bunday muzlatgich bilan ovqat tayyorlash yanada qulay bo'ladi. Mening oshxonadagi yangi yordamchim Samsung Bespoke sovutgichi. Hammalarga tavsiya qilib qolaman. Salatimiz ham tayyor.